Datam imtihonida tushgan yana bir hosilaga doir savol. Ko'paytmani hosilasini toping deyilgan. Buning uchun birinchi biz o'sha ko'paytmani hosilasini eslab olamiz. Qanaqa edi? Birinchisidan hosila ko'paygan ikkinchisi plus birinchisini o'zi ko'paygan ikkinchisidan hosila. Xuddi shu bo'yicha fx dan hosil oladigan bo'lsak, hop, x ning hosilasi 1 ko'paygan sinus kvadrat 3x qo'shilgan x ko'paygan sinus kvadrat 3x dan hosila. Xo'p. Bu sinus kvadrat 3ximiz murakkab funksiya bo'lgani uchun birinchi navbatda bundan hosil olganimizda darajasi oldinga tushadi va kamayadi. Ana undan keyin 3x dan ham bitta hosil olamiz, 3 bo'ladi va undan keyin sinusni o'zidan bitta hosil olamiz, cosinus 3x bo'lib o'zgaradi. Xo'p, demak bu qanaqa bo'lyapti? Bu bo'lyapti 3 sinus 6x. Endi yozamiz 3 sinus 6x barobar. Hop, sinus kvadrat 3x qo'shilgan 3x sinus 6x. Demak, ko'rinib turibdiki, S javob.